50 kun sanduq. Ko'k Chaudhry biz tomonlarga qanday shamol uchirdi? Nahotki uyingizga politsiyachining kelishi mumkin bo'lmasa, biz hatto ahmoqlarga boshpana beramiz. Ammo siz rasmiy nusxasiz. Qanday yordamim kerak? Ustingizdan arz qilishdi. Nahotki bizga telefon qilishib mehmoningizni garovda ushlab turganingizdan arz qilishdi. Uydan chiqarmasdan uni masxara qilayotgan ekansiz. Shundaymi? Uni kuzatib qo'ymoqchimiz, ammo o'zi ketishni xohlamayapti. Shundaymi, Tito? Qavla. Ha! Meni o'ldirishingiz uchunmi? Mehjana, O'zini bo'z. Agar jur'atingiz yetsa, erkakchasiga orani ochiq qilib olamiz. Lekin daxlsiz hududda. Sizdagi qasoskorlardan o'rgildim. Inspektor, qonim qaynamasidan o'zimni yo'qotib qo'ymasimdan meni bu yerdan olib keting.